Xalqimizda hammaga tanish bo'lgan bitta maqol bor. Eri er qiladigan ham, qora yer qiladigan ham xotin deb. Mana shu maqol eri ichkilikka berilgan, xiyonat qilgan, yomon yo'lga kirgan ayollarni juda ham ranjitadi. Chunki ular aytadiki, nimaga men erimni bunaqa yo'lga kirgizdim deb o'ylaysiz? O'zichi, o'zi tanladi-ku xiyonat qilishni, ichkilikka berilishni, ishlamaslikni. Meni nima aloqam bor? Men unga turmushga chiqishdan oldin yaxshi qiz edim, yaxshi oilada tarbiya ko'rganman. Men uni buzmaganman, o'zi buzildi deydi. Lekin achchiq bo'lsa ham sizga bitta haqiqatni aytishim kerak. Haqiqatdan bu maqolda jon bor. Qaranglar, biza bolalik paytimizda hayot haqida tushunchalarni, er-xotinlik haqida, oila haqida, munosabatlar, erkak va ayol haqidagi tushunchani ota-onamiz yashagan muhitdan, sharoitdan, atrofimizda bo'lgan insonlardan olamiz. Eng muhimi, eng kuchli ta'sir o'tkazadigani bu albatta ota-onamiz bo'ladi. Ya'ni qiz bola hayotidagi birinchi erkakni taniganda onasini taniydi, birinchi ayolni taniganida o'z onasini taniydi. Agarda mana shu modellarimiz, tanigan insonlarimiz hayotda baxtsiz bo'lgan bo'lsa, ularni bizga bo'lgan munosabatida ishonch, sevgi, e'tibor, hurmat, qo'llab-quvvatlash ko'rilmagan bo'lsa, katta hayotda biza mana shu munosabatlarni davomini ko'ramiz. Er-xotinlik munosabatida biza sevib qolganimizda, ko'ngil qo'yganimizda yoki kimgadir bog'langanimizda, odatda bolalikda boshlangan va tugallanmagan hissiyotlarimizni tugatib beruvchi yoki davom ettirib beruvchi shaxs tanlagan bo'lamiz. Bu juda ham og'riqli. Chunki siz aytasiz, men o'zim bu narsani tanlamaganman. Bu juftimni men uchun ota-onam tanlagan edi yoki bo'lmasa tanishgan paytimiz u butunlay boshqa inson edi. Qanaqa qilib men uni o'zgartirgan bo'lishim mumkin deysiz. Lekin sizdagi xatti-harakatlar, og'riqlar shunaqa vaziyat yaratadiki, aynan sizda qabul qilinmagan og'riqlarni o'sha bolalikda ota-onangizdan ko'rgan hissiyotlar bor-ku, masalan, qo'llab-quvvatlamaslik, tashlab ketilish bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa kamsitilish bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigani bu rad etilish. Mana shunda siz mana shu rad etilish hissiyotingizni davom ettiradigan insonni tanlagan bo'lasiz. Juftlarimizni bizani aksimiz bo'ladi. Men har doim bitta misolni tushuntiraman. Meni oldimga kelgan mijozlar ikki turda bo'ladi. Biri keladiki, men o'zgarishni xohlayman. Hayotda charchadim, ezilishdan, kamsitilishdan, rad etilishdan deydi. Boshqa bitta turdagilar, meni erim o'zgarish kerak. Men nima qilsam, erim o'zgaradi deydi. Mana shuni yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Biz hech qachon boshqa insonni o'zgartira olmaymiz. Lekin qarshimizdagi insonni bizga bo'lgan munosabatini o'zgartira olamiz. Nimaga deysiz? Hozir qarama-qarshi gap gapirdingiz. Bir tarafdan o'zgartira olmaymiz deysiz-u, lekin o'zgartira olamiz deyapsizmi deb savol berishingiz mumkin. Qarang. Siz hech qachon eringizni o'zgartira olmaysiz. Lekin ayollarning xatosi, erim o'zgarishini xohlayman deb unga chegaralar qo'yishadi, taqiqlar qo'yishadi, ultimatum, manipulyatsiya, har xil qo'rqitishlar orqali ketib qolaman, o'zim o'ldiraman, yana nimadir qilaman deb qo'rqitib, uni o'zgartirmoqchi bo'ladi. Yoki bo'lmasa, yana bitta xatoni ko'rganman, ichkilikka berilgan eri bor ayollar eriga har safar ma'ruza o'qib, aql o'rgatib, noto'g'ri qilayotganini tushuntirish orqali bu odatdan uni davolamoqchi bo'ladi. Mana shu o'zida katta xato. Lekin qarang, agarda siz o'zingizni xatti-harakatingiz, so'zlaringiz, o'zingizni tutishingiz, odatlaringiz, fikrlashlaringiz butunlay boshqacha bo'lsa, ishoning, sizni turmush o'rtog'ingiz sizga butunlay boshqacha munosabatda bo'lishni boshlaydi. Men buni hayotda tasdig'ini juda ham ko'p marotaba ko'rganman. Oddiy savol beraman. Xiyonatdan joni achib kelgan ayollarga shunaqa deymanki, bitta er bir ayolga boshqacha munosabat qiladi. Masalan, uni doim kamsitadi, uni rad etadi, uni taqiqlar bilan chegaralab qo'ygan bo'ladi. Lekin boshqa bir ayoliga erkinlik bergan, uni hurmat qilgan, unga yaxshi munosabatda bo'ladi. Nimaga desangiz, chunki bu ayolni o'zida bolalikdan shakllangan mana shu og'riqlari bor edi. Bu turmush o'rtoq shunchaki o'sha og'riqlarni tasdiqlab davom ettirib berayotgan bo'ladi. Bu ayolni bo'lsa, o'zini qadrlash, o'zini hurmat qilish, o'zini kerakliligini his qilishini bolalikdayoq his qilgan. To'g'ri, bu ayolni ham o'ziga yarasha og'riqlari bo'ladi. Ya'ni hayotda har bitta inson
o'ziga yarasha og'rig'i, qanaqadir qalbidagi bo'shlig'i, defitsitlari bilan katta bo'ladi. Butunlay to'kislikda, har tomonlama yetuklikda, har tomonlama zo'r bo'lgan insonni o'zi yo'q. Chunki bu inson bu dunyoda rivojlanadi. Rivojlanishimiz tabiiyki og'riqlar orqali, bo'shliqlar orqali, defitsitlar orqali bo'ladi. Mana shuning uchun faqatgina biza erimizni o'zgartirish o'rniga mana shu o'zimizda shakllangan bo'shliqlarni to'ldirish, defitsitlarni to'ldirish va o'zimiz haqimizdagi, dunyo haqidagi tushunchalarni o'zgartirish orqali xuddi shu inson sizga butunlay boshqa munosabat qilishi mumkin. Masalan, agarda siz rad etilishdan qo'rqadigan bo'lsangiz, siz doim eringizdan rad etilishni his qilib kelasiz. U inson sizga doim eshitmasligini, sizni hissiyotlaringiz bilan qiziqmasligini, sizni tanangiz, vujudingiz og'riyotganini rad etib keladi. Ya'ni ko'rmaganidek ko'rib keladi. Eshitmaydi sizni. Men psixologiyada bizda shunaqa jumla bor. Mani eshit degani bu quloq bilan eshitish boshqa, qalb bilan eshitish boshqa. Chunki inson sizni gapirganingizni qulog'i bilan eshitishi mumkin, lekin qalbi bilan eshitmasligi bor. Mana shu narsani siz his qilmayotgan bo'lsangiz, ya'ni mana shu eshitilmaslikni, rad etilishni siz aslida bolalikda birinchi o'rinda ota-onada his qilgansiz. Balki ota-onangiz erkak qizi bo'lgan bo'lishingiz mumkin, erkak farzandi bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Ota-ona sizni doim eshitgan. Men hozir rad etilish deganda kamsitilishi faqat ayollarga tegishli demoqchi emasman. Erkaklarimiz, o'g'il bolalarning ichida ham xuddi shu og'riqlar bor. Eshitilmaganlik hissi olingan bo'lsa, katta hayotda juftingiz xuddi shuni davom ettiradi. Erkaklarda bu ko'proq ayoli orqali emas, balki hamkasblari, do'stlari, sheriklari orqali chiqadi. Xuddi shu kamsitilish, rad etilish qo'rquvlari. Travmalar tushunchasi bizda odamlarda juda ham boshqacha talqin qilinishi boshladi. Travmani kimdir butunlay rad etish yaxshi ko'radi. Bo'lmagan narsa kim o'ylab topdi, ota-onanglardan faqat rozi bo'linglar. Sizga bera olganini bergan-ku, endi katta bo'lib ota-onadan shikoyat qilib o'tirishmi deydi. Kimdir bolalik og'riqlari bor narsa, meni hayotimga ta'siri bor, travmalarimmi deydi. Agar siz shunaqa mutaxassisga uchragan bo'lsangiz, bundan qoching. Chunki bu noto'g'ri yo'l. Travmalar bilan ishlash aybdor qidirish haqida emas. Ota-onani ayblash, ular bera olmagan, bergani haqini muhokama qilish emas. Travmalar bilan ishlash, nimaga men hozir ham xuddi shu holatdaman? Qanaqa qilib men hozirgi katta hayotimda o'zimni juftimni oldida, sheriklarimni oldida, qaynonamni oldida kamsitilgan, rad etilgan his qilayotganim haqidagi tushunchalarni o'zgartirish. Travmalar bilan ishlaganda biz ota-onamizni o'zgartirmaymiz. Biz o'zimiz haqimizdagi tushunchalarni o'zgartiramiz. Aynan travmada shu narsalar chiqadi. Chunki siz ota-onam meni kamsitilgan deb o'ylab olgan joyingizda aslida kamsitilgan emas. Ota-onam meni rad etgan degan joyingizda aslida rad etilgan emas, boshqacha bo'ladi. Yaqindagina bitta mijozim bilan ishlaganimda shunaqangi chiroyli bitta yechim ko'rindiki, kelganlarida nimaga doim meni tanlashmaydi, nimaga doim meni xo'rlashadi, nimaga doim meni rad etib kelishadi degan savolda meni ota-onam ham shunaqa qilgan. Otam ham doim onam rad etgan, inkor qilgan. Shuning uchun men ham hozir mana turmushimda turmush o'rtog'im orqali, erim orqali doim rad etilishni, kamsitilishni his qilaman deganda, otangizning hayoti qanaqa bo'lgan edi degan tahlilda shunaqa bitta yechim topilib qoldiki, aslida otalari 9 ta farzandning ichida boqa olmagani, yashab qola olmagani uchun oilani kuchi bo'lmagan, onalari beva qolgan sabab 9 ta farzand bilan bir ayol urush davrida tasavvur qiling, yolg'iz qolgani uchun 3 ta farzandini internat maktabiga berishga majbur bo'lgan va bola o'sha qizchani adasi doim onasiga kelib, "Meni uyda olib qoling" deb yig'lagan. Ya'ni aytmoqchimanki, qarang, meni adam rad etganlar, doim kamsitganlar, meni eshitmaganlar degan bolachani aslida otalarini o'zini hayoti qiziga bergan og'rig'idan ancha kattaroq, ancha muncha og'irroq edi. Va mana shu tushunchani his qilgandan keyin travmaga, meni otam rad etgan degan travmaga butunlay boshqa ko'z bilan qaradi. Otam meni o'zidan ko'prog'ini berib katta qilgan. Meni otam o'zidan ko'proq mehrni berib katta qilgan ekan degan tushunchaga o'zgargan. Va mana shu joyda eng qizig'i, bu qizcha meni seansimdan keyin adalari bilan borib suhbatlashganda, adalariga ham hattoki yordam berdilarki, tushundilarki, ada tushuning, buvim sizni yaxshi ko'rmaganidan emas, boqa olmaganidan yashab qolishingiz uchun shuni qilishga majbur bo'lganlar. Shunda adalari mijozimga, "Senga katta rahmat. Bugun gaplashib maza qildim. Haqiqatdan o'zimni bolaligimdagi og'rig'imga butunlay boshqa tarafdan qaradim." O'sha paytda onasidan xafa bo'lgan, meni internatga berib yubordi,
9 ta bolani ichida 3taginani ichida men ham bor edim, onam mendan voz kechdi degan tushunchaga onam meni yashab qolishim uchun qo'lidan kelganini qilgan degan tushunchaga o'zgartirdi. Travma bilan ishlash mana shunaqa usulda bo'ladi. Aytmoqchiman, qarang, sizga bolalik travmalarning hayotga ta'sirini ko'rsatdim. Lekin agarda sizda hozir ham meni hech kim eshitmadi, meniga hech kim e'tibor bermaydi, meni hech kim tushunmaydi, meni erim kamsitadi degan tushunchalaringiz bo'lsa, demak siz bu tushunchani bolalikda his qilgansiz, bolalikda o'ylab olgan bo'lishingiz mumkin. Men bu shu jumlani shunaqa deb aytaman, o'ylab olgan tushunchalarimiz. Chunki ota-ona uni butunlay boshqa talqinda aytgan bo'lishi mumkin. Lekin biz bolalik aqlimiz bilan, bolalik hissiyotlarimiz bilan buni boshqacha his qilgan bo'lishi mumkin. Qalbimizda, aqlimizda, tanamizda, ongimizda mana shu hissiyot bor ekan, juftimiz faqatgina shuni tasdiqlab davom ettiraveradi. Shuning uchun siz juftingizni o'zgartirishga emas, o'zingizni og'riqlaringizni, o'zingizni bo'shliqlaringizni, o'zingiz haqidagi tushunchani o'zgartiring. Ishoning, bu ishni uddalaganingizda sizni kamsitgan, sizni rad etgan inson sizga butunlay boshqacha munosabatda bo'ladi. Ko'pchilik ayollarda uchraydigan, ko'pchilik demay, ba'zi ayollarda uchraydigan og'riqli mavzu bilaman, turmush o'rtog'ini ichkilikka berilgan bo'lishi, alkogolizm holati. Bu holatda ayollar juda ikkilanadi. Oilasini tashlab ketay desa, eri ichmagan paytda juda ham yaxshi, mehribon ota bo'ladi, farzandlariga qaraydi, lekin shunaqa holatlar bo'ladi. Ichkilikka berilgan kunlari yoki o'tirishga borib kelgandan keyin holatida hech narsa ko'ziga ko'rinmay, oilasini buzib, uyga kelib janjal, bolalar og'riq, to'polon, baqirni, yig'laganni, kaltaklarni ko'rishadi. Mana shunaqa holatda bilaman, ayollar juda ham qiyin, mushkul holatda bo'lishadi, nima qilishni bilmaydigan. Bilasizmi, ichkilikda shunaqa narsa borki, tajribamda buni ko'p guvohi bo'ldim. Bolalikda o'zini otasini yoki kimnidir, boshqa inson bo'lishi mumkin, pochchasi, amakisi, tog'asi kimnidir ichkilikka berilganini ko'rib, undan qattiq nafratlangan, undan qattiq ranjigan, jirkangan holati bo'lsa, hayot qanaqadir qattiq hazillashib yoki bo'lmasa og'ir o'yinlar o'ynab, xuddi shunaqa insonni sizga juft qilib qo'yadi. Yomoni bilasizmi nima bo'ladi? Siz turmush qurgan paytda o'sha inson butunlay boshqa bo'ladi. Umuman ichmaydigan, to'g'ri yo'lda yuradigan, oradan bir necha yillardan keyin xuddiki siz o'sha jirkangan holatingizga tushib qolgandek hayot yashaladi. Nimaga bunaqa bo'ladi? Chunki siz bolalikda xuddi shunaqa insonni ko'rib, undan jirkangansiz va uni muhokama qilgansiz. Uni noto'g'ri yashashini muhokama qilganingiz uchun hayot sizga oldingizga olib kelib qo'yadi buni. Agar sizda shu og'riq bo'lsa, hozir bitta fikrlab qo'ying, sizda bolalikda shunaqa holat bo'lganmi? Jirkanganingiz, muhokama qilgan insoningizni holatidami siz hozir? Ana endi bitta narsani aytmoqchiman. Ayniqsa ichkilikka berilgan, bu psixologiyada qaramlik deb aytiladi. Qaramlik, zavisimisti bo'lgan insonlarda, tobeligi bo'lgan insonlarda psixologik tilda addiksiya deyilgan narsa. Ya'ni bu narkotik bo'lishi mumkin, alkogol bo'lishi mumkin yoki addiksiyani boshqa ko'rinishlari. Hozir uni eng xunuk ko'rinishlari telefon, o'yin, kompyuter qaramliklari. Bular ham xuddi shu kasalliklar darajasiga kirgizilgan. Mana shunaqa inson bilan agarda siz turmush qurgan bo'lsangiz, demak sizda tashlab ketilish travmasi, ya'ni tashlab ketilish qo'rquvi aniq bo'lgan. Chunki bolalikda tashlab ketilishni his qilgan bolalargina juftida, o'zini turmush o'rtog'ida, turmushida qaramlik bo'lgan inson bilan oila quradi. Buni tasdig'i juda ham ko'p. Shuning uchun siz eringizga nasihat qilib, uni to'g'ri yo'lga ko'rsatishdan ko'ra, o'zingizni tashlab ketilish qo'rquvingiz qayerda paydo bo'lgan? Qachon siz bu narsadan qo'rqqansiz? Mana shuni eslab, yuzlashib, hozir endi kichkina qizcha emasligingizni yoki bo'lmasam tashlab ketilsa nimalar bo'lishi mumkinligini hech bo'lmasa 3 ta variant. Bunaqa qilaman, bu yo'lda ketaman. B, C degan harakatlarni tasdiqlab qo'ying yoki bo'lmasa tashlab ketilmayman, bo'ldi. Men mana shu hayotda o'tib beraman. Men juda ham oddiy tavsiya beraman. Agarda siz hayotda biror narsani o'zgartira olmayotgan bo'lsangiz, bundan ketishga, o'zgartirishga kuchingiz yetmayotgan bo'lsa, taslim bo'ling. Mana shu holatda yashab beraman deng. Xo'p, meni turmush o'rtog'im ichkilikka berilgan bo'ladi va men mana shuni yashab o'taman degan taslimiyat, rozilik, bu yerda ham katta kuch bor. Eng qizig'i mana shu momentda sizda hayotda o'zgarishlar paydo bo'ladi. Chunki siz vaziyatni nazorat qilishni emas, vaziyatni sodir bo'lishiga rozilik bergan paytingizda qanaqadir hayotingizda o'zgarishlar, qanaqadir sabablar kelib, hayotingiz boshqacha bo'lishni boshlaydi.
Shuning uchun tavsiyam, agarda turmush o'rtog'ingizda qaramlik bor bo'lsa, siz o'zingizni tashlab ketilishingiz haqidagi bolalik qo'rquvlaringizni eslab ko'rib, ularni o'zgartiring. Yoki bo'lmasa, buni qila olmagan bo'lsangiz, taslim bo'ling. Bu narsa sizning taqdiringizda bor ekan, qismat deb o'ylaylik va buni chiroyli yashab berish usulini o'ylab ko'ring. Tajribamda ko'rgan ayollar o'zidagi tashlab ketilish qo'rquvlarini ishlagandan keyin birinchi etapida turmush o'rtog'i ichkilikdan keyingi etapda kelib uyga janjal qilmaslikni boshlaydi. Bu o'sha ayol kishini o'zidagi og'riqlarini yopishini natijasi bo'ladi. Ishoning, erga nasihat, qanaqadir aql o'rgatishlar bilan bu narsaga erishilmaydi. Keyingi etapida turmush o'rtog'ini o'sha ichkilikni kamaytirish ko'riladi. Lekin butunlay tugashi, butunlay yo'q bo'lib ketishiga katta ehtimol bilan buning uchun yo meditsina tomonidan turmush o'rtog'ingizga yordam kerak bo'ladi yoki bo'lmasa o'zini hayotiy qanaqadir qattiq og'ir bitta vaziyat, bizda xalq tilida boshi devorga tegish deyishadi. Ana shunaqa vaziyatga tushgandan keyin erkak kishi ichkilikni tashlashi mumkin. Lekin ungacha siz mana shu holatda bolalaringiz uchun sog'lom muhit yaratishni, balki eng yaxshisi o'sha adasi mayli ichib kel desangiz ham janjal qilmang yoki bo'lmasa kelib uxlang degan ko'ndirish. Chunki qanchalik siz eringizga kelib to'polon qilasiz, buningizni qachon to'xtatasiz, nimaga siz bunaqasiz deganingiz sari u narsa avj olishi boshlaydi. Yana bitta muhim jihat, ba'zi holatlarda ayollarni o'zi provokatsiya qilishni boshlaydi. Biladi turmush o'rtog'i mast holatdaligini, aqli ishlamayotganligini, hozir unga nasihat, qo'rquv, manipulyatsiyalar ishlamasligini, lekin ongsiz ravishda shuni davom ettiradi. Xuddiki hozir eriga taqiqlasa, uni noto'g'ri qilganini ko'rsatsa, u boshqa bu ishni takrorlamagandek. Xuddi u bu ishni boshqa takrorlamaydigandek. Lekin buni foydasi yo'q. Agar turmush o'rtog'ingiz shunaqa holatda kelish davom ettirsa, tinchgina o'sha holatni o'zgartirish emas, janjal chiqmasligini ta'minlashga harakat qiling. Va buni mast holatida emas, aqli joyida bo'lgan paytida gaplashib olishingiz kerak bo'ladi. Turmush o'rtog'ingizni o'zgartiraman degan kuchingizni boshqa narsaga qarating. Men o'zim qanaqa inson bo'lsam, menga boshqacha munosabatda bo'lishadi degan. Ya'ni doim strelkani fokusi o'zingizga ichkariga qarating. Siz boshqa insonga aylanganingizda tasavvur qiling, siz og'riqlardan chiqqan, xalos bo'lgan, qo'rquvlari yo'q inson bo'lganingizdan keyin hayotingizda sizga bo'lgan insonlarning munosabati, bu qaynonangiz ham bo'lishi mumkin, bu turmush o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin, bu hamkasblaringiz, rahbaringiz, sherigingiz va boshqa insonlarning munosabati butunlay o'zgaradi. Og'riqlar bilan yuzlashishdan qo'rqmaylik. Travmalar bilan ko'rishganda to'g'ri ishlashni o'rgansak, bu masalalarga yechim bor. Shuni guvohi bo'lyapmanki, ayollar o'zgargani sari, inson o'zi o'zgargani sari unga bo'lgan atrofdagilarning munosabati o'zgaryapti. Demak, o'z ustingizda ishlasangiz, hamma narsani yechimini topsa bo'ladi. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Tanishlaringiz orasida turmush o'rtog'ini, juftini o'zgartirmoqchi bo'lgan va bu yo'lda ikkilanib hayotida qiynalib yurgan insonlar bo'lsa, bu videoni yuborib qo'ying. Balki ularda kichkinagina bo'lsa ham yechim paydo bo'lar va birovni o'zgartirishga emas, o'zi o'zgarishga qaror qilar.